Jarima ballari tizimi endi hazillashmayapti. İlk qurbonlar aniqlandi. O'zbekistonda jarima ballari tizimi to'liq kuchga kirdi va natijalar kutilganidan ham tezroq ko'zga tashlanmoqda. Atigi bir hafta ichida 12 ballik limitga yetgan haydovchilar soni 49 nafarga yetdi. Bu borada poytaxt mutlaqo yetakchi. 29 ta holat aynan Toshkent shahrida qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Farg'ona va Buxoro viloyatlari bormoqda. Hozirda yana 132 nafar haydovchi 8 balldan oshib xavfli zonada turibdi va ularga allaqachon SMS ogohlantirishlar yuborilgan. Ma'lumot uchun 12 ball to'plaganlarning ishlari sudga yuborilib, haydovchilik huquqidan mahrum etiladi. Guvohnomani qaytarib olish esa endi avvalgidan oson bo'lmaydi. Haydovchi nafaqat qaytadan avtomaktabda o'qishi, balki imtihonda 50 ta savoldan kamida 46 tasiga bexato javob berishi talab etiladi. Eslatib o'tamiz, 1-apreldan boshlab kameralar, svetoforlar, to'xtash qoidalari, tezlik va qarama-qarshi yo'nalishlarga chiqish kabi qoidabuzarliklarni avtomatik ravishda ball sifatida hisoblamoqda. So'nggi yangiliklarni kuzatib borish uchun Anhor.uz'ning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzatishda davom eting.